Do'stlar 2 daqiqa vaqtingizni ajratinglar va vaqt ajratganga afsuslanmaysizlar. Chunki biz bugun Chorvodagi yagona bo'lgan Atlantis villasiga kelganmiz. Atlantis villasi Chorvodda o'zining joylashuvi va lokatsiyasi bo'yicha boshqa dachalardan sifatlarini ajratuvchi dachamiz bo'lib, dachamizning glavniy joylarining fishkalari mana qaranglar. Terrasa shunaqangi o'tirish uchun hamma sharoitlar qilib qo'ygan, zeloniy zona, tog'larni ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi alohida did bilan, dizayn bilan qilingan. Ko'rasizlarmi? Dam olish uchun aynan Chorvoq tanlangani va Atlantis villasi tushgani sizlarning yutug'inglar. Shu yerga kelib dam olishingiz uchun Atlantis villasining egalari nomerini qoldiraman. Terrasamizda hamma sharoitlar bor. Letniy zonaga tayyorgarlik qilgan, jakuzilarimiz bor. Hozir men birma-bir hamma sharoitni imkon qadar ko'rsatib beraman. Ko'rsatamizdan pastda egalar nomeri bo'ladi. Telefon qilib bemalol bog'lanasizlar. Letniy zonamizda basseyn, shunaqa katta basseyn, hamma sharoitlari bor. Terrasasini ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi qavatda o'zidan terrasasi bor. Uchinchi qavatda terrasa. Polniy tog'i tomosha qilasizlar. Toza havo dam olish uchun afsuslanmaysizlar. Vaqtlarni ajratib bemalol kelib shundaycha dam olinglar. Pastda egalar nomeri bor. Qolgan ma'lumotlarni polniy telefon orqali javob beramiz. Sog' salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa bitta like qilib qo'yamiz.